Bu darsimizda sizlar bilan biomolekular, ya'ni molecules of the biology haqida gaplashamiz. Biologiyada molekulalar. Xo'p, atoms, molecules and the compounds. Keling bir-biridan ularni ajratishni o'rganamiz. Demak, atomlar bu bizada atoms are fundamental units of the physical world. Ya'ni bu bizada fizika dunyosining eng fundamental birligi hisoblanadi atomlar. Individual atoms combine in chemical reactions to form molecules. Ikkita atom birlashadigan bo'lsa, bizada molekula hosil bo'ladi. Masalan, mana bu yerda ikkita vodorod atomi bir-biri bilan birlashib, bizada bitta molekulani hosil qilyapti. Demak, molekula bu ikkita atomning yig'indisi, qo'shilmasi hisoblanadi. Ya'ni atom plus atom is equal to the one molecule. Xo'p, mana uni formulasi. Vodorod atomi, ikkita vodorod atomi qo'shilib bitta vodorod molekulasini hosil qilyapti. Thus, a molecule is just a combination of the atoms. Molekula bu atomlarning yig'indisi hisoblanadi. Molecules can also react with another atoms or other molecules to form larger molecules. Molekulalar ham boshqa atomlar bilan yoki molekulalar bilan reaksiyaga kirishib, boshqa kattaroq molekulalarni hosil qiladi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, helium is an atom here. Helium bitta atom vazifasini o'tayapti. Keyin bizda vodorod bor. Vodorod o'zida molekula, chunki ikkita vodorod atomi bir-biri bilan qo'shilganligi uchun. Va bu yerda suv. Bu bizda compound. Hozir compound haqida gaplashamiz. Xo'p, molekula haqida gaplashdik. Molekula ikkita atomlar yig'indisi. Xo'p, misol qilib vodorodni gaplashdik. Bu compound emas, hali birikma emas. Birikma nima? Birikma bu compound. A molecule that contains different types of the atoms. Ikkita har xil tipdagi atomlar bo'ladigan bo'lsa, bu bizda compound deyiladi. Masalan, bu yerda karbon bilan xlor qo'shilmasi bizda bitta compound hosil qilyapti. Karbon tetraxlorin. Ya'ni karbon tetraxlorid bizda hozir bu yerda birikma shaklida, ya'ni compound shaklida bo'lib turibdi. Element, a pure substance made of only one type of the atom. Qachon element deymiz, agar bu nechta bo'lishidan qat'iy nazar bitta tipdagi atom bo'ladigan bo'lsa, biz uni element deymiz. Masalan, bu yerda kislorod elementi yoki azot elementi. Xo'p, same atom type, element, different atom types, bu compound deyiladi. Agar bizda ikkita bir xil atom bo'ladigan bo'lsa, ikkita bir xil atom, masalan kislorod, ikkita bir xil atom qo'shiladigan bo'lsa, bu bizda element deyiladi. Agar ikkita har xil atom qo'shiladigan bo'lsa, mana xuddi mana bu yerdagiga o'xshab, bu bizda compound deyiladi. Xo'p, bu narsani bilish kerak ekzamen uchun. Xo'p, kimyoviy reaksiyamizda bu yerda vodorod kislorod bilan reaksiyasida suvni hosil bo'lishida, xo'p, bu yoqda reaktant, reaksiyaga kirishuvchi moddalar va produktlar bu reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar hisoblanadi. Ya'ni reaktantlar bizda kimyoviy jarayonlarni chap tomonida bo'ladi, produktlar kimyoviy reaksiyalarni o'ng tomonida mavjud bo'ladi. Reactants are only on the left side of the chemical reactions and the products are on the right of the chemical reactions. This is important. Essential elements in the body, bizning tanamizdagi eng asosiy elementlar, biologiyadagi muomala eng asosiy elementlar, birinchisi bu hidrogen, suv hosil qilishda juda ham muhim, eng oddiy element hisoblanadi vodorod, bitta protoni, bitta elektroni mavjud. Karbon bu bizda uglerod, bu bizda organik molekulalarda juda ham murakkab bo'lgan komplekslarni hosil qilishadi, kompleks bondlarni, ya'ni kompleks bizda birikmalarni hosil qilishadi. Xo'p, present in proteins, karbon bizda oqsillarda bor, carbohydratesda bor, lipidda bor va nukleik asidlarda, umuman olganda nukleinoviy kislotalarda, umuman olganda biomolekulalarda mavjud karbon. Nitrogen bizda proteinimizda va nukleik asidlarda, ya'ni DNA hamda RNA da mavjud. Kislorod juda ham muhim aerobic respirationda, involved in the formation of the organic molecules as well, ya'ni organik molekulalarni hosil qilishda ham ishtirok etadi. Phosphorus, bizda fosfor juda ham ko'p nukleik acid structurelarda DNK hamda RNK ni backbone-ni hosil qiladi. It's main element of backbone of the DNA. As you can imagine, this is the backbone of the DNA, backbone of RNA. This is because of the phosphorus. Another function of the phosphorus, this is energy storage and the transfer. For example, inside of the ATP, ATF tarkibida bizda nima bor? Fosfor mavjud.
plays role in cell membrane structure. Bundan tashqari hujayra membranasini strukturasida asosiy tarkibda, masalan, fosfolipidlar tarkibida bo'ladi. Fosfolipidlarni ham hali gaplashamiz. Mana shunaqa birikmalar. Tails and the heads. In the tail there is a phosphate group. Sulfur, oltin gugurt. Sulfurni qayerda uchratamiz? In the proteins. Disulfid bridgelar hosil qiladi. Qaysi proteinligini hozir sizlar bilan gaplashamiz. Endi stabilizing structure. Xo'p, bu masalan kislorod 65% tanada tashkil qiladi, karbon 18, hidrogen 10, asosiy elementlardan nitrogen 3, kalsium 1,4, fosforus 1,1%. Prosentlarni bilish ekzamen uchun muhim emas, lekin bu bizda qanchalik qaysi element ko'pligini ko'rsatib beruvchi jadval hisoblanadi. Organic and inorganic chemistry. Organic hamda inorganic chemistryni bir-biridan farqlashi. Organic chemistry, this is studying of the carbon containing molecules and the compounds. Ya'ni organika bu bizada uglerodni o'z ichiga olgan molekulalar yoki bo'lmasam birikmalarni o'rganish, bu organic chemistry hisoblanadi. Organic molekulalarga nima kiradi? Glukoza, masalan, oqsillar, lipidlar. Ya'ni tarkibida karbon mavjud bo'lgan, tarkibida uglerod mavjud bo'lgan har qanaqa molekulalar bizada organik molekulalar. Inorganik molekulalarda karbon bo'lmaydi, faqatgina biling, misol tariqasida bizada suv hamda tuzlarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Inorganik molekulalarga aytdik hozir karbon bo'lmagan molekulalar inorganik molekulalar deb, bunga bitta mustasno bor, bu karbon dioksid. Ya'ni karbon dioksid bizada karboni bo'lsa ham bu inorganik modda hisoblanadi. Shu bu yerda misol inorganik hamda organik molekulalarning farqi, masalan, etanol bizada organik, sugar, shakar organik, DNA organik, metan organik, table salt, stolda turgan tuzimiz ham inorganika, oshqozonda chiqariladigan xlorlik kislota inorganika, kvarts inorganika, karbon dioksid inorganika. Shu. Hop, carbon and biomolecules. Mana biomoleculeslarga sekin kirib boryapmiz. Carbon is the basis of the life, main element in organic molecules in the biomolecules. Uglerod shunchalik muhim, u bizda organik molekulalarning eng asosiy elementi hamda biomolekulalarning hammasida organik, hammasida karbon mavjud. Most cellular molecules, masalan, suvdan tashqari hamma molekulalar karbondan tashkil topgan. Suvdan boshqa hamma hujayradagi molekulalar karbondan tashkil topgan. Qaytaraman, suvdan boshqa hamma o'sha bizning hujayramizdagi molekulalar karbondan tashkil topgan. Nimaga karbon? Chunki has 4 electrons in the outer shell, can form 4 covalent bonds. 4 ta covalent bog' hosil qiladi va tashqi tomonida 4 ta elektroni bor. Bu 4 ta elektron degani demak 4 ta birikma bilan birga oladi degani. O'shaning uchun karbon juda ham ideal biz uchun. Versatile bonding can create complex structures va kompleks strukturalar hosil qilishga yordam bera oladi. Masalan, zanjir yoki bo'lmasam ring, uzuksimon shaklda yoki bo'lmasam halqa shaklida hosil qilishda, masalan, bog'lar hosil qilib bog'lanishda yordam beradi. Xo'p, bu biomolekulalarga o'zi nimalar misol bo'ladi? Agar sizdan kimdir biomolecules haqida, biomolekulalar haqida so'rasangiz, aytishingiz kerak lipidlar, nukleik asidlar, karbohidratlar hamda proteinlar bu bizada asosiy biomolekulalar. Ya'ni biomolekulalarni mana shu tiplarga bo'lishimiz mumkin. Demak, birinchisi bu lipid, ikkinchisi bu bizada nukleik asid, uchinchisi bu bizada karbohidratlar va to'rtinchisi bizada proteinlar. Hop, tarjimasini aytadigan bo'lsam, lipidlar bizada yog'lar hisoblanadi. Nukleik asidlar, nuklein kislotalar, DNK, RNK kiradi. Nuklein kislotalar, karbohidratga uglevodlar tarjimasi, protein oqsillar. Va bularni biz doimiy iste'mol qilib turamiz. Yog'lar, uglevodlar, oqsillar bu ovqatimizni tarkibida juda ko'p mavjud bo'ladi. Xo'p, bu kvizni bajarib qo'ysangiz bo'ladi uyga vazifa sifatida. Savollaringiz bo'lsa, komment bo'limiga qoldirib
ketishingiz mumkin. Fursat bo'lishi bilan javob berib qo'yaman. E'tiboringiz uchun